طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم وبها الأرواح ترقى نحو جنات النعيم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع İslam dünyası meditsina sohasiga töküp qo'shayotgan olimlarni har jihatdan qo'llamoqda. G'arb dunyosidagi ba'zi universitetlarmi biz yuqorida tilga olgan musulmon olimlarning tadqiqot natijalariga ko'ngil bo'lmoqda. Hurmatli televizor ko'rguvchilar, navbatda savol-javob programmamizni boshlaymiz. Bugun aziz ko'ruvchilarga dunyo tarixida eng zo'r ta'sir kuchiga ega, eng ulug' va eng mashhur kishi kim degan savolni qoldiramiz. Yuqorqi savolga javob berishni xohlaydigan ko'ruvchilarning ekranda chiqayotgan nomerga telefon urib javob berishini qizg'in qarshi olamiz. Dada, sen de bakını dünyadaki en ulug' kishi kim? Meningcha dunyodagi eng ulug' kishi Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu. Chunki Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu alohida xarakterga ega bir zot. U zot o'z davrida odillik va mehribonligi bilan nom chiqargan. Meningcha dunyodagi eng ulug' kishi Yarmuk urushidagi qahramon sahoba Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu mikin deyman. Kitoblardan uning jang maydonlarida ko'rsatgan qahramonligiga aloqador nurg'un rivoyatlarni o'qigan edim. Balki riyosatchi so'rgan eng ulug' shaxs mushu kishi bo'lishi mumkin. Buva, siz deb beqinga dunyo tarixidagi ta'siri eng cho'ng kishi kim? Men dünya tarixida Muhammad alayhissalomdanmi ulug' bir zotning o'tganligiga ishonmayman, qizim. Undaqda dunyodagi eng ulug' kishi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalommi? Shundoq qizim, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom insonlarga Allah Taoloning vahiysi islomni ilib keldi. Payg'ambarlik vazifasini muvaffaqiyatli o'rinladi. To'g'ri dedingiz dada. Payg'ambarimiz dunyo tarixida o'tgan eng ulug' shaxs. Dada, undaqda bizga payg'ambar alayhissalomning hayoti haqida so'zlab bersangiz bo'pti ekan? Albatta bo'ladi qizim. Men uning hayoti haqida so'zlab beray. Balalarim, sizlarning payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning hayoti to'g'risidagi ma'lumotlarni bilib olishinglarni umid qilaman. Chunki biz insonlar payg'ambarimizning hayotidan nurg'un bilimlarni o'rganib olaymiz. To'g'ri dedingiz qizim. Payg'ambarimizning ish izlarida o'rganib olishga tegishli nurg'un narsalar bor albatta. Avval shuni bilishimiz zarurki, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom payg'ambarlarning eng oxirgisi. Buni musulmonlar bilishi kerak. Bolarim, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning hayoti, ish izlarini bilganlar kelyapti deyman. Undaqda sizlarni taqozo qilmay so'zlab beray. Xo'sh, biror xayrlik ishni boshlamoqchi bo'lsak nima deydik? Bismillahirrohmanirrohim deydik, shundaqmi? Bolarim, amsa bismillah deb boshlaylik. So'zlab bermoqchi bo'lgan bu voqelik
hozirgi Saudiya Arabistondan, ya'ni Arab yarim orolining pishg'irim issiq cho'llaridan boshlanadi. O zamanda Makka shahri Arab yarim orolining eng mashhur va eng cho'ng shaharlardan biri hisoblanadi. Kaaba dal mana mushu Makka shahrida edi. Arab qabilalaridan haj qilmoqchi bo'lganlarning qalbi mana mushu Kaabaga talpinadi. Makka shahrida ko'plagan Arab qabilalari birga yashaydi. Bu qabilalarning ichidagi Bani Maxzum qabilasi Makkadagi eng boy qabilalardan edi. Abduddar jamoati, Abdumanof jamoati, Payg'ambar alayhissalomning cho'ng dadisi Hoshimning ismi bilan atalgan Hoshim jamoati qatorliq qabila jamoatlar Makkadagi boy va donliq jamoatlardan edi. İbrahim alayhissalom bino qilgan Ka'baning atrofida Arab qabilalari yasab olgan 362 dona but bor edi. O yerdagi kishilar Ka'badagi butlar uchun mollarini qurbonlik qiladi. Ey Tangrim, sendin ötüney, bu yillik sodamda payda ata qilgaysan, hassilab payda bergaysan. Algan paydamning ko'p qismini sana berishga va'da qilaman. Erimning kesilgi shifoliq ata qilgin. Uni bu kasaldan qutqazgin. Sen yordam qilgin. Uzun yil bo'ldi, erim o'rnidan tura olmadi. Sendan boshqa madadchimiz yo'q. Tangrim, sen shifoliq berguchisan. İlohim, sen ulug'dursan. Ey Tangrim, sen bekmi buyuk. Ey ilohim, ey Tangrim, duolarimni qabul qilgin. Kelinglar xaloyiq, kelinglar, kelsizlar hocam, bir dani tangri ilib qo'ysizlar, uylarda saqlasizlar, barakat yog'idi. Kelsizlar xinim, sizlarmi bir dani tangri ilib qo'ysizlar, ishlari yurishib ketadi. Kelinglar xaloyiq, kelinglar. Makkadagi bu qabilalar kichikgina ishlardimi bir-biridan qizg'inib, yo'qolan ishlarni deb so'qishib qoladi. Masalan, Avis va Xazraj qabilasi o'tirsidagi janglar mana mushundaq sabablardan bo'lgan edi. Bu davrda qullar bilan ayollarga yaxshi muomala qilinmaydi. Ayollarga hech qanday haq-huquq berilmaydi. Bak xo'rlanadi. Qullar hayvon o'rnida ko'rilib, dafsanda qilinadi, hatto elib setiladi. Qiz farzandlar bo'lsa, tiriqli ko'miladi. O zamandagi insonlarning yuqorida aytganimizdek intayin nachar, xurafiy odatlari bor edi. Ularning nachar odatlaridan yana biri jazoni qilish edi. Jazoni qilishni savdo tijorat qilganlik bilan o'xshash deb qaraydi. Bu pul kamg'o. Men o'zlaridan olgan qarzning hammasi shu. Bu mendan olgan qarz pul. Undaqda pulning o'simi nada, ha? Men qarzimni 5 yil burun qaytirib bo'lgan-ku. Hey qeri, kallang bormi sening? Men sana o'simning gapini qilyapman. O'sim degan har yili hasilab ko'payib mangdi. Ajaba buni bilmamsan? Taqsir, undaqda men qarzimni qandoqmi qaytirib bo'la olayman? Bu degan sening ishing. Men bilan aloqasi yo'q. Makkadagi bu kishilar kundalik turmushda, savdo setiqlarda yolg'onchilik, soxtapazlik qiladi. O zamonlarda Makka xalqining turmushi mushundaq o'tadi. Əmdi sizlərə Peyğəmbərimiz Muhammed əleyhissalamның nəsəbini sözləb beray. Ballarım, Peyğəmbərimizin nəsəbi İbrahim əleyhissalamğa tutuşudu. Peyğəmbərimizin dadısı Abdullah, Abdullahның dadısı Abdulmutallib, Abdulmutallibның dadısı Haşim, Haşimның dadısı Abdummanaf, Abdummanafның dadısı Qusay, onun dadısı Kilab, onun dadısı Murra, Murraның dadısı Ka'ab, Ka'abning dadısı Lu'ay, onun dadısı G'olib və dadısı Fihirdən tartib İbrahim əleyhissalamğa yetib barıdı. Peyğəmbərimizin ailesi Haşim cəmiyyətindən olub, Haşim Peyğəmbərimizin bovisi boludu. Peyğəmbərimizin bovisi Haşim qandaq qılıb şuncha hörmətki sazavər bolğan? O sexiliqi bilan dang chiqargan. Makkaliklar mehmonlarni yaxshi kutilish jihatda bir-biri bilan baslashadigan. Haşim Makkaga hajga kelgan kishilarning rifoda va siqoya ishlariga mas'ul bo'lib, mehmonlarni nihoyatda yaxshi kutib oladi ekan. Bova, rifoda bilan siqoya degan nima? Uma qizim, rifoda degan hojilarga tayyorlangan yemeklik.
Siqoya degan hojilarga tayyorlangan har xil ichimlikni ko'rsatadi. Ay Kenan, karvonlar top-top bo'lib Makkaga kelyapti. Rastayla Abdumanafning o'g'li. Bu yilqi haj mavsumi barkatlik bo'ladigan o'xshaydi. Hajlarga yetgidek qo'y, kala, to'yga tayyorlansan-a? Xotirjam bo'lsizlar taqsir. Mehmonlarni obdan kutib olamiz. Hamma narsa taq bo'ldi. Kang tasha beringlar, dasturxon mo'l bo'lsin. Hashimning burunqi ismi Amir edi. Hojilarga tunji qitim non parchalab bergan kishi bo'lg'ashqa, to'g'rigan ma'nosidagi Hashim degan ism bilan kishilar orasida mashhur bo'lgan. Hashimning har yili yoz va qish faslida 2 qitim Ka'bani ziyorat qiladigan odati bor edi. Keyin Quraysh qabilasimi har yili yoz va qish faslida 2 qitim Ka'bani ziyorat qilishga odatlangan. Hashim hojilarni kutilishni toki vafot bo'lguncha davomlashtirgan. Hojilarni kutilishni Hashimdan keyin inisi Abdul Mutallib ustiga olgan. Abdul Mutallibmi vafot bo'lguncha ajdodining bu savobli ishini davomlashtirib kelgan. Abdul Mutallib payg'ambarimizning cho'ng dadasi emasmidi? To'g'ri aytding Ali. Abdul Mutallib payg'ambarimizning cho'ng dadasi. Payg'ambarimizning dadasi Abdullah, Abdul Mutallibning o'g'li. Abdullah, Abdul Mutallibning o'g'illari ichidagi eng yaramligi edi. Hammasi Abdullahni yaxshi ko'rib, hurmat qiladi. Bu chaqlarda arablarning orasida Yahudi va xristianlarmi bor edi. Ba'zi arablar Ibrohim alayhissalomning dinida edi. Bu arablarning ichida Allohga ishonganlarmi bormidi? Ularning orasida haqiqatni izlayotganlarmi bor edi. Masalan, Haniflar. Nima? Haniflar dedingizmi? Haniflar. Xudoyim buyursa, buni sizlarga kelar qitim so'zlab beraman. Shu vaqtgacha ta'xir qilinglar bolalarim. Ma'qulmi? Allah sizdan rozi bo'lsin, bova. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم وبها الأرواح ترقى نحو جنات النعيم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا